Forrest Gamp, Winston Groom. 11-qism. Doktor Quackenbush spektaklining premyerasi bo'ladigan kun keldi. Biz qirol Lir va uning masxarabozi uchun botqoq yoki cho'lga o'xshab ketadigan manzaradagi kulba sahnasini tanladik. Bechora Tom telba qiyofasida shu kulbada o'tirardi. Aslida u Edgar edi. Bu vaqtga kelib qirol butunlay aqldan ozgandi. Professor Quackenbush eski adyoldan kulba yasadi. Shuningdek, bo'ronni ko'rsatish uchun qog'oz pichoqlar bilan qoplangan ulkan ventilyatorni ham keltirib qo'ydi. Xo'sh, mana Elmer Harrington qirol Lir sifatida ahmoq kabi kiyingan, boshiga shlyapa qo'ndirib olgan edi. Liboschi qiz menga qo'ng'iroqli, uzun qalpoqli kostyum va arablar kiyadigan qiyshiq boshmoqlar berdi. Tom rolini o'ynagan yigit o'ziga yasama soch topdi va yuzini bo'yadi. Ular hamma narsani jiddiy qabul qilishmoqda edi. Jimmy menga choyshabdan kostyum va yostiqchadan shim tikib qo'ygan. Ehtimol bu kiyimda haqiqiy qahramonlardek ko'rinardim. Qanday bo'lmasin, professor Quackenbush shamol tegirmonini ishga tushirdi va bechora Tomga o'zining qayg'uli ertagini aytib beradigan 12-sahifadan boshlashni buyurdi. Bechora Tomga biror narsa bering. Yovuz ruh uni olovdan, alangadan o'tish joyidan, girdoblardan, badqoqliklardan, cho'ldan sudrab o'tdi. Va qirol Lir dedi: "Bularning barchasiga qizlarim aybdormi? Hech narsa olib qolmadingmi? Barini berib yubordingmi?" Masxaraboz javob qildi: "Yo'q, faqat yopinchiqni olib qoldim. Bo'lmasa uyatdan o'lar edik." Shunday qilib, bu bema'nilik davom etdi va keyin masxaraboz shunday dedi: "Bu kecha barchamiz sovuqdan aqldan ozamiz." Bu o'rinda masxaraboz haq edi. Aynan shu payt men professor Quackenbush teatr bo'limidan olib turgan mash'ala bilan kulbaga kirishim kerak edi. Masxaraboz xitob qildi: "Qarang, ana bu yerda chiroq bor." Professor Quackenbush fonarimni yoqdi. Men esa xona bo'ylab kulba tomon o'tdim. "Bu yovuz ruh Flibber Tigibbet", dedi bechora Tom. "Kim bu?" so'radi shoh. Men javob qildim: "Siz o'zingiz kimsiz? Ismingiz nima?" Tentak Tomning aytishicha u shunchaki bechora Tom. U qurbaqalar, qo'ng'izlar, dala va suv kaltakesaklari kabi bema'ni narsalarni yeydi va men birdan podshohni tanib, shunday deyishim kerak edi: "Siz kimlar bilan yuribsiz, shohim?" Va aqldan ozgan Tom javob berdi: "Axir Zulmat shahzodasi ham zodagon. Uning ismi Modo va Mahu." Shamol tegirmoni katta tezlikda ishlayotgan edi. Menimcha professor Quackenbush qafasni qurayotganida mening bo'yim 6 futu 6 dyumga yetganini hisoblamagan va mash'ala alangasi Tomni yalay boshlagandi. Xullas, Tom aytishi kerak edi. Bechora Tom sovuq qotdi. Ammo buning o'rniga u dedi: "Olovdan ehtiyot bo'ling." Tegishli qatorni topish uchun kitobga qaradim. Elmer Harrington ham menga shunday dedi: "Mash'aladan ehtiyot bo'l, ahmoq." Va men unga javob qildim: "Nihoyat umrimda birinchi marta men emas, sen ahmoqsan." Keyin birdan kulbaning tomi va tentak Tomning yasama sochi yonib ketdi. Kimdir baqirdi: "Bu tomoshani to'xtating!" Ammo juda kech edi. Zal tarqaldi. Tom qichqirardi. Qirol Lir shlyapasini oldi va olovni o'chirish uchun uni Tomning boshiga urdi. Odamlar sakrab, baqirishib, la'natlay boshladilar va masxaraboz qiz vahimaga tushib hayqirdi: "Hammamiz o'lamiz." Birmuncha vaqt shunday bo'ladigandek tuyuldi. La'nati, mening ishtonim ham yonayotgan edi. Keyin men derazani ochib pastga sakradim. Biz 2-qavatda edik. Pastda esa butalar bor edi. Lekin tushlik payti yuzlab talabalar maydon atrofida ovora bo'layotgan chog'i
Biz tutun va alanga bilan paydo bo'ldik. Auditoriyaning ochiq derazasidan qora tutun chiqardi va birdan professor Kvakenbush paydo bo'ldi. U ham tutun bilan qoplangandi. U jahl bilan qo'llarini silkitarkan, "Gamp, ahmoq, sen shunchaki molsan. Buning uchun menga pul to'laysan." Kraker yerga dumaladi va qo'llarini tirishtirib qichqirdi. Lekin aslida u yaxshi edi. Va keyin men yugurib ketdim. To'g'ri maydon bo'ylab bor kuchim bilan yugurdim. Yonayotgan qalpoq yelkam osha miltillardi. Shunday qilib, men to'xtamasdan chopdim to uygacha. Kvartiramizga bostirib kirganimda Jenni xitob qildi. "Forrest, yaxshimisan? Tomosha ajoyib o'tgan bo'lsa kerak." So'ng uning yuzi qandaydir g'alati tarzda o'zgardi. "Qara, menimcha sendan kuygan hid kelyapti", dedi u. "Ha, bu uzoq hikoya", deb javob berdim. Umuman bu voqeadan keyin Ovsarning jahon adabiyotida tutgan o'rni seminariga bormay qo'ydim. Lekin men yetarlicha tushunib oldim. Har kecha Jenni bilan chaqilgan tuxum guruhida o'ynardik. Kunduzi esa sevishardik. Charles daryosi qirg'oqlariga sayohat qilardik. Bu jannat edi. Jenni chindan ham yoqimli qo'shiq yozgan. U yerda men 5 daqiqalik garmonika qismini ijro etardim. Shunday qilib, bahor, yoz o'tdi. Keyin biz Nyu-Yorkka borib, u yerda lentaga ovoz yozdirdik. Va bir necha hafta o'tgach, janob Hübelstein qo'ng'iroq qilib, yaqinda albom chiqishini aytdi. Bir necha hafta ichida telefonimiz, qo'ng'iroqlar u hamyonimiz pullarga to'lib ketarkan. Shunda biz ko'rpa to'shaklari bo'lgan avtobus sotib olamiz-u yo'lga chiqamiz. Bu vaqtda men bilan muhim bir voqea yuz berdi. Bir kuni kechqurun klubdagi birinchi chiqishdan so'ng barabanchimiz Mozi meni chetga tortib shunday dedi: "Forrest, sen zo'r yigitsan va yaxshi chalasan, lekin men seni yanada yaxshiroq chalishga undaydigan narsani sinab ko'rishingni istayman." Men bu nima ekanligini so'radim. "Mana", dedi u menga sigareta tutqazib. Men unga chekmasligimni, ammo g'amxo'rligi uchun rahmat aytdim. Mozi shunday dedi: "Bu oddiy sigareta emas, Forrest. Unda nimadir bor va u ong-ufqlarini kengaytirishga yordam beradi." Men Moziga dunyoqarashimni kengaytirishni xohlamasligimni aytdim, lekin u turib oldi. "Faqat bir marta sinab ko'r", dedi u. Biroz o'ylanib, "Bitta sigareta hech nima qilmaydi" degan qarorga keldim. Sizga shuni aytishim kerak, mening dunyoqarashim haqiqatdan ham kengaydi. Menga hamma narsa qandaydir tarzda sekinlashib, pushti rangga aylangandek tuyuldi. Men o'sha oqshom har qachongidan ham chiroyliroq chaldim. Nazarimda, men barcha notalarni avvalgidan ko'ra 100 marta aniqroq eshitgandek bo'ldim. Shunda Mozi yonimga kelib dedi: "Forrest, agar buni bir martasi yetadi deb hisoblasang, adashasan. Qachonki jinsiy aloqa paytida sinab ko'rsang zo'r." Men shunday qildim va bu borada ham u haq edi. Xullas, men pulimga bu noma'lum giyohdan sotib olardim va uni har kuni iste'mol qilardim. Lekin eng yomoni, bu meni yanada ahmoqlashtirdi. Endi men har kuni ertalab uyg'onib, bitta chekib olardim va kechgacha yana uxlardim. Jenni bir muddat menga hech nima demadi. Chunki uning o'zi ham vaqti bilan chekib turardi. Lekin bir kuni u menga dedi: "Forrest, sen juda ko'p chekyapsanmi?" "Yo'q", deb javob berdim men. "Qanchalik ko'p?" "Sen shunchalik ko'p chekyapsanki, bu endi ortiqcha", dedi u. Lekin men to'xtatishni xohlamasdim. Bu menga barcha tashvishlardan xalos bo'lishga yordam berardi. Spektakl oralig'ida tashqariga chiqib, yulduzlarga qarardim. Agar yulduzlar bo'lmasa ham osmonga tikilib turaverardim. Bir kuni Jenni tashqariga chiqib, meni yomg'irda turganimni ko'rdi. "Forrest, ketish vaqti bo'ldi", dedi u. "Men sendan xavotirdaman, chunki sen yolg'on gapirishdan va garmonika chalishdan boshqa hech narsa qilmabsan. Bu zararli. Menimcha bir muddat tanaffus qilish vaqti keldi. Ertaga Provinsdagi tomoshalar tugaydi. Ta'til olib biror joyga ketsak yaxshi bo'lardi. Masalan, tog'larga."
Men bosh irg'adim. O'shanda uni eshitmagandek karaxt edim. Ertasi kuni men sahna orqasiga o'tib chekib o'tirardim va birdan ikkita qiz paydo bo'ldi. Ulardan biri dedi: "Hoy siz, chaqilgan tuxumdagi garmonikachi emasmisiz?" Men bosh irg'ab qo'ydim va ular birdan tizzalarimga o'tirib olishdi. Birinchisi shimimni yechmoqchi bo'ldi. Ikkinchisi bluzkasini yechdi. Men shunchaki chekib o'tirardim. To'satdan eshik ochildi va Jenni paydo bo'ldi. "Forrest, hozir bizning chiqishimiz." Keyin u bizga qaradi-yu dong qotib qoldi. Keyin "Jin ursin" dedi-yu eshikni qarsillatib yopib ketdi. Men sakrab tushdim. Ustimdagi qiz yerga yiqilib so'kishni boshladi. Ichkariga yugurib kirsam, Jenni devorga suyanib yig'layotganini ko'rdim. Men unga yaqinlashdim va u menga dedi: "Mendan uzoq tur, yaramas. Hammangiz shunaqasizlar, hayvonlar, bir go'rsiz." Men hech qachon o'zimni bunchalik yomon his qilmaganman. Ikkinchi bo'limni qanday yakunlaganimiz yodimda yo'q. Avtobusda Jenni oldinga o'tirdi va men bilan gaplashmadi. Kechasi u alohida uxladi va menga boshqa kvartira topishim kerakligini aytdi. Xullas narsalarimni yig'dim-u boshimni eggan ko'y uydan chiqib ketdim. Men unga hech narsani tushuntira olmadim. Shu tariqa meni yana haydab yuborishdi. Jenni shundan keyin g'oyib bo'ldi. Men hammadan uning qayerga ketganini so'radim, lekin hech kim aytolmadi. Mozzi menga hozircha unikida qolishim mumkinligini aytdi, lekin baribir men juda yolg'iz edim. Biz o'sha paytlarda ta'til sabab qiladigan ishimiz yo'q edi va men onamni ko'rgani borish yaxshi fikr deb o'yladim. Balki bechora Babba yashagan joyda krevetkalar biznesini ham yo'lga qo'yishim mumkin bo'lar. O'ylaymanki, menga rock-n-roll yulduzi bo'lish nasib qilmaydi. Men bu toifadan emasman. Men shunchaki bir bechora ovsarman. Lekin negadir Mozzi qaytib keldi va burchakdagi barga borishim kerakligini aytdi. U yerdagi televizorda yangiliklar bo'layotgandi va kimni ko'rsatishdi deng? Ha, Jenni Kerranning xuddi o'zi. Ma'lum bo'lishicha, u Washingtonda Vyetnam urushiga qarshi qandaydir katta namoyishda qatnashibdi va biz bilan birga pul topishi mumkin bo'lgan paytda u yerda nima qilayotganiga Mozzi hayron edi. Men uni ko'rmoqchi ekanimni aytdim va Mozzi dedi: "Jin ursin, sen uni qaytarib kela olasan." Uning qayerdaligini taxmin qila olishini aytdi, chunki Mozzi namoyishda qatnashgan Boston piknik guruhi qayerda turishini bilar ekan. Xo'sh, men yana narsalarimni yig'ishtirdim. Mozziga rahmat aytib yo'lga tushdim. Qaytib kelamanmi yoki yo'q, bunisini bilmasdim. Washingtonda hamma narsa butunlay parokanda bo'lgan. Hamma yoqda politsiyachilar, odamlar ko'chalarda baqirib, har xil narsalarni otishardi. Politsiya tashlanganlarni kaltaklar, vaziyat nazoratdan chiqib ketganga o'xshardi. Men Jenni turadigan joyni topdim. Lekin u yerda hech kim yo'q edi. Kuni bo'yi zinapoyada o'tirib kutdim va kech soat 9larda mashina kelib to'xtadi. Undan odamlar tushdi va ular orasida Jenni Kerran ko'rindi. Men darhol o'rnimdan turdim-u uning oldiga yugurib bordim. U meni ko'rib mashinaga qaytib o'tirdi. Qolgan ikki yigit va bir qiz avvaliga nima qilishni bilmay qoldilar, lekin meni tanimasdilar. "Agar men sizning o'rningizda bo'lsam, uni bezovta qilmasdim", dedi ulardan biri. "Nega?" deb so'radim. U meni chetga tortdi va bor gapni aytib berdi. Jenni endigina qamoqdan chiqibdi. U bir kun oldin hibsga olingan va tunning ko'p qismini ayollar turmasida o'tkazibdi. Ertalab uni olib chiqishlaridan oldin qamoqdagilar uning sochlarida bit bo'lishi mumkinligini aytishgan. Shuning uchun uning sochini oldirgandilar. Hozir Jenni butunlay kal ekan. U bunday ahvolda ko'rinishni xohlamadi deb o'yladim, chunki u mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirar, shuning uchun men uni ko'ra olmasdim. Keyin unga ko'rinmaslik uchun 4 oyoqlab emaklab oldim-da, mashina yoniga sudralib bordim va dedim: "Jenni, bu men, Forrest."
U javob bermadi. Keyin men unga sodir bo'lgan voqeadan qanchalik afsuslanganimni ayta boshladim. Men unga endi giyoh chekmasligimni, guruhda o'ynamasligimni va bunaqa ishqiy vasvasaga berilmasligimni aytdim. Keyin sochingni oldirganingdan afsusdaman dedim. So'ngra buyumlarim yotgan zinapoyaga 4 oyoqlab sudralib chiqdim-u, sumkamdan eski armiya qalpoqchasini chiqarib, yana mashina oldiga sudralib keldim va derazadan Jenniga uzatdim. Jenni uni kiydi va mashinadan tushib dedi: "Yaxshi, endi o'rningdan tur, tentak, uyga kiraylik." Biz ichkarida o'tirib gaplashdik. Qolganlar giyohdan chekishib, pivo ichishdi, lekin men ichmadim ham, chekmadim ham. Ular ertaga nima qilishni muhokama qilishdi. Chunki Kapitoliyda katta namoyish o'tar ekan. Butun Vyetnam urushi faxriylari medallarini Kapitoliy zinapoyasiga tashlashga majbur bo'larkan. Keyin Jenni dedi: "Siz Forrest Kongressning faxriy medaliga ega ekanini bilarmidingiz?" Keyin hamma menga tikildi. So'ng bir-biriga qaradi va ulardan biri dedi: "Iso Masih bizga mo'jiza yubordi." Ertasi kuni ertalab Jenni men divanda uxlayotgan xonaga kirib dedi: "Forrest, harbiy kiyimimni kiyib biz bilan borishingni xohlayman." Men nega deb so'radim va u javob berdi: "Chunki sen Vyetnamdagi urushni to'xtatish uchun nimadir qilishing kerak." Shunday qilib, men formamni kiydim va Jenni uy ro'zg'or buyumlari bilan sotib olingan zanjirlarni olib keldi va dedi: "Forrest, o'zingni shu zanjirlarga o'ra." Yana nega deb so'radim va u dedi: "Faqat aytganimni qil, keyin sababini bilib olasan. Sen meni xursand qilmoqchisan, shunday emasmi?" Shunday qilib men formada, zanjirband holda Jenni va yigitlar bilan ketdik. Chiroyli yoz kuni edi. Kapitoliyga yetib kelganimizda telekamerali muxbirlar olomoni va politsiya allaqachon to'plangandi. Biroz vaqt o'tgach, men uniformadagi boshqa yigitlar ham borligini payqadim. Ular imkon qadar Kapitoliy zinapoyasiga yaqinlashib, medallarini u yerga tashlashardi. Ba'zilari oqsoqlanar, ba'zilarining qo'li va oyog'i yo'q, ba'zilari esa nogironlar aravachasida olib kelingandi. Kimdir yelkamga qoqib, "Navbating keldi", dedi. Men Jenniga o'girildim. U menga bosh irg'adi va men oldinga yurdim. Sukunat cho'kdi. Keyin kimdir ismim bilan chaqirdi va men Vyetnamdagi urushni tugatish istagimning belgisi sifatida Kongressning shon-sharaf medalini Kapitoliy zinapoyasiga tashlamoqchi edim. Hamma hushtak chalib olqishlay boshladi. Qarasam, zinapoyalarda juda ko'p medallar bor. Tepada, platformada bir necha kishilar, bir-ikki politsiyachi va kostyumli odamlar bor ekan. Xo'sh, keyin nima qilishim kerakligini tushundim. Men medalni yechib, unga bir soniya qaradim. Keyin birdan Babba va boshqalarni, dinni esladim. Keyin esa menga nima otishganini ham bilmayman. Faqat tebrandim va medalni imkon qadar uzoqqa uloqtirdim. Va to'satdan 1-2 soniya o'tib yuqori qavatdagi kostyumli yigitlardan biri negadir ag'darilib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, mening baxtsiz medalim uning boshiga tegibdi. Keyin hamma narsa portlab ketgandek talato'p boshlandi. Politsiya olomon orasiga yugurdi. Odamlar qichqirishardi. Birdan 5-6 ta politsiyachi ustimga otilib, tovoqlari bilan ura boshladi. Keyin politsiyachilar ko'paydi va men buni tushunmasimdan kishanlab mashinasiga tiqishdi-yu, to'g'ri Washington qamoqxonasiga olib ketishdi. Meni tuni bo'yi qamoqda ushlab, ertalab sudya oldiga olib borishdi. Men allaqachon bu yerda bo'lgandim. Kimdir sudyaga xavfli qurol, ya'ni medal bilan hujum qilish, politsiyaga qarshilik ko'rsatish va shunga o'xshash ayblovlar qo'yilganligini aytdi va unga qog'oz uzatdi. "Janob Gan", dedi sudya, "siz Kongress kotibining boshiga medal bilan urganingizni bilasizmi?" Men hech narsa demadim, lekin bu safar jiddiy muammoga duch kelgandim. "Janob Gan", dedi sudya yana, "men sizning mavqeingizdagi o'z vataniga sadoqatli xizmat qilgan odam qanday qilib medal otishi mumkinligini tushunmayapman. Men talab qilaman, nega bunday qilganingizni
Nega bu ahmoqona harakatni amalga oshirganingizni aniqlash uchun sizni psixiatr tekshiruvidan o'tkazishsin. So'ng meni yana kameraga olib ketishdi. Keyin esa avtobusga o'tqazib, Avliyo Yelizaveta nomli jinnilar kasalxonasiga olib borishdi. Shunday qilib, meni nihoyat qamashdi.